Ya Alloh, bedor ko'zlarga xotirjamlik uyqusini, omonlikni bergin. Istirobga tushgan qalblarga taskin va halovat bergin. Ularga yengillik va yaqin fathini bergin. Ya Alloh, ko'zlarni o'z nuringga hidoyat qilgin. Adashganlarni to'g'ri yo'lingga boshlagin. Parvardigoro, bizlardan g'am qayg'ularni ketkizgin. Ya Alloh, agar unutgan yoki xato qilgan bo'lsak, bizni azobingga giriftor aylama. Parvardigoro, bizlarning zimmamizga bizlardan ilgari o'tganlarning bo'yinlariga qo'ygan yukingni yuklama. Bizlardan tashvish iztiroblarni ketkizgin. Xavf va xatardan yolg'iz o'zingdan panoh so'raymiz. Parvardigor, sendan boshqalarga suyanib qolishdan, boshqalardan umid qilib qolishdan panoh so'raymiz. Sen bizning hojamizsan. Agar shunday so'rasak, nima bo'ladi? Omonlik, xotirjamlik, farovonlik, to'kin sochinlik, quvvat, izzat, yordam, lutf, inoyat